tayyor ishlab turgan biznes juda ham $160 berib yuborilyapti. Bonusiga 23 gektar uzum bog'i ham bor. 1 gektar joyga olma bog'i ekilgan, olmalarga 3-4-yil bu yil hosilga kirdi. Bundan buyog'iga bosim mevani solaveradi. Buni sug'orish sistemalari hammasi, suvlari bor, to'klari stabilni ishlaydi. Hamma sharoit bor xullas. 3000 ta tovuq boqish uchun cho'tki sharoit qilib qo'ygan 190 kvadratli zdaniyamiz, salqingina elektrikalari qilingan, suv ichish sistemalari ham qilingan, ventilyatsiyalarni ham o'rnatib qo'yilgan. 19 bosh qora mollari ham bor. Kelishilgan holatda berib yuboramiz deyishyapti. Hammasi parodali mollar. 30 metrli molxona uchun joy qilib qo'yilgan, skladlari bor. Ichkarida oshxona, yuvinish xonalari, hojatxonalari, ofis, qorovulxonalari, issiq suv, sovuq suvlari bilan hamma sharoitlari bilan qilib qo'yilgan. Joyimiz mashhur Krasnogorskiy tog'iga sal yetmasdan turibmiz. 2 gektar 30 sotik joyimiz $1260 dan $290,000 bo'ladi. 23 gektar uzum bog'i, yana boshqa bog'lar ham bor bonusiga. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, chunki shunaqangi bog'larni, tayyor bizneslarni sizlar uchun qo'yib boramiz. Pastda raqamlar bor. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi.